Qashqadaryo viloyatining har bir tuman va shaharlari o'zining sevimli va milliy taomi bilan donig'iga ega. Masalan, Ko'kdalaning chiyali yaxnasi, g'uzor tandiri, mirishkor ishkilisi shular jumlasidan. Ular qatorida Kasbi tumanining Talishbey somsasi anchagina tanilishga ulgurgan. Muxbirimiz Akbarali Xudoyberdiyev ushbu taomdan tatib ko'rish va uning tayyorlanish sirini o'rganish maqsadida manzilga bordi. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi Talishbey qishlog'i tuman markazidan chamasi 9-10 kilometrlar uzoqlikda joylashgan. Bu yerni, ya'ni Talishbey somsasini donig'i dunyoga ketgan. Birinchi somsa saqlashdan oldin xamirlarni qo'rib taxlab olamiz. Keyin xamir tinguncha farshni taxlab olamiz masalliqni. Kasbi tumanidagi Talishbey somsalarining tillarda doston bo'lishda ushbu mohir somsapas Rustam Murodovning o'rni va roli katta. 48 yoshli bu inson ancha yillardan buyon ana shunday shirin va mazali somsalarni tayyorlab, xo'randalarga ulashib keladi. O'z navbatida biz tayyorlanadigan Talishbey somsasining siri bilan qiziqdik. Go'shtni to'g'rab olgandan keyin quyruq qo'shdik. Piyoz, chesnadan ozroq, svit ko'kasidan ozroq, keyin ziravorlarda mana zira, murch, qalampir, tuz, kashnez. Oradan chamasi 25 daqiqalar o'tgach esa somsalar ham pishib yetildi. Ko'rinishidan ham aytib turibdiki, uning maza va ta'miga gap so'z bo'lishi mumkin emas. 10 yil davomida buni barcha sir asrorlarini o'rganib, yana ham oldingidan ko'ra rivojlantirib, masalliqlarini doim o'zimiz faqatgina bu yerda yosh ho'kizlarning go'shtidan somsa tayyorlanadi. O'zimiz yetishtiramiz. Talishbey somsasi juda ham ajoyib. Men o'zim mana Baydoqchi qishlog'idan kelganman. Doim oilaviy kelaman, o'rtoqlarim bilan kelaman. Odamga yoqadi, ta'mi boshqacha. Sizning ham mabodo Kasbi tumani tomonlarga yo'lingiz tushgudek bo'lsa, Talishbey somsasidan yeb ketishni aslo unutmang. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Javohir Kengboyev, Qashqadaryo.